Voqea mana bunday bo'lgandi deb millarga o'xshab men ham gapirib chiqaymi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 29-yanvar Toshkent avtovokzalidan qonuniy avtobuslarimiz Toshkent Moskva yo'nalishi bo'ylab harakatlanmoqda. Chipta narxiga keladigan bo'lsak 1 million so'm qonuniy. Hurmatli kuzatuvchilar, Toshkent Moskva yo'nalishimiz haftaning dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari yo'lga chiqib ketadi. Chiptalarni faqatgina Toshkent avtovokzali kassalari orqali xarid qilishingizni maslahat beramiz. Ko'chada yoki internet tarmoqlarida uchrayotgan noqonuniy tashuvchilarga aldanib hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. Faqatgina Toshkent avtovokzalidan qonuniy chipta xarid qilishingizni so'rab qolamiz. Toshkent avtovokzali kassalaridan xalqaro yo'nalishlar bo'yicha chipta olgan yo'lovchilarga ko'rib turganingizdek choy qahvalarimiz bepulga beriladi. Agarda batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ekranda qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolamiz. Bu borasida yo'lovchilarimizning fikrlarini so'rab ko'ramiz. Ketdik. Men 3 yildan beri qatnaymoqda. Unda 3 yildan beri bo'lsa, unda bilishingiz kerak, qanaqa siz taassurotlaringiz? Hech qatnaymanda, yaxshiligi uchun 3 yildan beri. Sizga demak yoqadi, qulayliklari hammasi. Unda davlatimizga rahmat, ana tashkillashtirgani uchun sizlarga ham rahmat. Rahmat, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, manzilingizga eson-omon yetib olinglar. Hurmatli yo'lovchilar, sizlarga ham mana bexavotir Toshkent avtovokzali orqali qonuniy avtobuslarni tavsiya qilamiz. Ko'chadagilarga aldanib qolib, hayotingizni xavf ostiga qo'ymasligingizni maslahat beramiz.